Ma'lumki, yong'in xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlarini kuchaytirish hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida joriy yilning dekabr oyi yong'in xavfsizligi oyligi etib belgilangan. Shu munosabat bilan Sho'rtan gaz kimyo majmuasi va unga qarashli barcha obyektlarda targ'ibot va tashviqot tadbirlari tashkil etilmoqda. Ushbu oylik doirasida ishlab chiqarish sexlarida yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi, o't o'chirish vositalarining texnik holati muntazam nazoratga olinyapti. Xodimlarning amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida taktik o'quv mashg'ulotlari ham o'tkazilyapti. O'zbekiston Respublikasida 1-dekabrdan 2025-yil 1-dekabrdan 30-dekabr kunigacha yong'in xavfsizligi oyligi o'tkazilayotganligi munosabati bilan Sho'rtan gaz kimyo majmuasida ishchi xizmatchilar bilan sexlarda yong'inlarni oldini olish bo'yicha va 2013-yil 28-mart kunidagi 89-sonli qaror bilan ikkinchi ilovasiga asosan ko'ngilochar dujina a'zolarining doimo sergaklik turishi ishchi xizmatchilarni targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Sho'rtan gaz kimyo majmuasida xavfli ishlab chiqarish obyektlarida yong'indan qutqaruv guruhi a'zolari bilan hamkorlikda ishlab chiqarish obyektlarida yong'in xavfsizligiga qarshi bir qancha ishlar olib borildi. Xususan yong'inga xavfsiz gidrantlarda ishlashi, kolonna apparatlarida o'rnatilgan monitorlarni ish holatini tekshirish, pirolz pechlarida o'rnatilgan suvdan parda hosil qilish apparatlari to'liq tekshirildi va ko'zdan kechirib ishlatish jarayoni orqali tekshirib ko'rildi. Bundan tashqari, xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish, yong'inni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etish bo'yicha qat'iy va maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, ishtirokchilarga evakuatsiya yo'laklari hamda chiqish eshiklarining ochiqligi, birlamchi yong'in o'chirish vositalarining mavjudligi va ularni soz holatda ekanligi, elektr jihozlaridan foydalanish holati hamda umumiy xavfsizlik talablariga rioya etilishi yuzasidan ma'lumotlar berildi.